Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Davlat byudjetining shakllanishi va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga loyihalarni ishlab chiqish jarayonida aholini faol jalb etish uchun prezidentimizning tashabbuslari bilan davlat byudjetida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qarorlar qabul qilib, bu jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish uchun tuman shahar mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalaridan 30%, ya'ni tuman shahar byudjetining parametridan 10% mablag' ajratishi belgilandi. Bu o'tgan yillarda 2021-yildan boshlangan bo'lsa, 2023-yil ikkinchi mavsumgacha So'x tumanida 28 milliarddan ortiq mablag' ajratilib, So'x tumanidagi ichki yo'llar, maktablar, maktabgacha ta'lim muassasalari obodonlash ishlari uchun mablag'lar jalb etildi. 2024-yil birinchi mavsumida 12 milliarddan oshiq mablag' rejalashtirgan bo'lib, hozirgi kunda 9 ta loyiha birinchi bosqichda g'olib deb topildi. Bunga 23 mingdan ortiq So'x tuman aholisi ovoz berish jarayonida qatnashdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 1,5% ko'proq aholi open byudjet loyihalariga qatnashiga olib keldi. Birgina So'x tumanida 2023-yil birinchi bosqichda 4 ta loyiha 3 milliard 400 ming so'mga g'olib bo'lgan. Bu loyihalar Qala MFda joylashgan 3-sonli maktabda zamonaviy mini stadion qurish, ikkinchi loyiha Istiqlol MFda Obodlik, Shifokor, Qahramon va Baxt ko'chalarida zamonaviy transformator, beton simyog'ochda va simlarni o'rnatish uchun Istiqlol MFga g'olib deb topilgan. Bu 1 milliard 200 million so'm. Uchinchi loyihamiz Navoboy MF ichki ko'chalarni latok o'rnatish uchun Navoboy MF 1 milliard so'mga g'olib deb topilgan. To'rtinchi loyihamiz Rovo MFda joylashgan markaziy o'yingoh futbol maydonini mukammal rekonstruksiya qilish. Bu loyiha 400 millionga, jami 3 million 400 millionga g'olib deb topilib yutilgan va qurilish ishlari tugatilgan. 2023-yil ikkinchi bosqichda jami 3 ta loyiha g'olib deb topilgan. Bular 1 milliard 320 million so'mga Rovo MFda joylashgan 3-sonli maktabgacha ta'lim muassasasining kapital ta'minlash, 700 million so'm mablag'ga Saribozorchi MFda joylashgan 29-sonli maktabga sport zalini rekonstruksiya qilish va Yangariq MFda joylashgan tibbiy xizmat uyini joriy ta'minlash uchun 1 milliard 320 million. Bu jami bo'lib 3 milliard 340 million so'm mablag'lar loyiha g'olib topilgan. Hozirgi kunda qurilish ishlari bu 2023-yilning ikkinchi mavsumidagi qurilish ishlari yakuniga yetish arafasida turibdi. Endi 2024-yil birinchi mavsumiga So'x tuman mahalliy byudjetidan jami 12 milliard 12 million 700 ming so'm mablag' ajratilgan bo'lib, bunda 9 ta loyiha g'olib deb topildi. Bu loyihalar Oftobri MF Toshqo'ra massivida joylashgan katta ariqni 5 kilometrni latok o'rnatish birinchi loyiha, ikkinchi loyiha Lembur MF joylashgan 1, 2, 3 Mevazor va Lochin ko'chalar 3 kilometr qismini asfaltlashtirish, bu 1 milliard 360 million. Uchinchi loyihamiz Devayron MF Gulxan ko'chasi ariqlarni latoklash, bu 1 milliard 360 million. To'rtinchi loyihamiz Devayron MF Umbara qishlog'idagi ichki ko'chadagi sug'orish ariqlarini 10 kilometr latoklash, bu 1 milliard so'm. Beshinchi loyihamiz ikkinchi sonli o'rta maktabda sport zali qurish uchun 1 milliard 360 million so'm, bu 5-loyihamiz. 6-loyihamiz Zangan MFda joylashgan 25-sonli maktabni mini sun'iy stadion qurish uchun 1 milliard 360 million so'm. 7-loyihamiz 4-sonli maktabga mini futbol maydonchasi va yozgi voleybol maydonchasini qurish uchun 1 milliard 360 million 7-loyihamiz. 8-loyihamiz 22-sonli maktabga mini stadion qurish uchun 700 million so'm loyiha. Bu Yan Oftobri MFda joylashgan. 9-loyihamiz Sharqobod MFda joylashgan Iftixor va Tumari ko'chalarini 4 kilometr asfaltlashtirish taklifiga bu 9-loyiha 1 milliard so'mga g'olib deb topildi.
Hurmatli prezidentimiz tomonidan ochiq byudjet loyihasi oxirgi yillarda ko'p mablag'lar ajratish natijasida mahallalardagi muammolarni hal qilishda aholini yanada ko'proq loyihalarga qatnashga olib kelmoqda. Fuqarolarimiz asosan mahallalardagi ichki yo'llarni asfaltlashtirish, elektr gaz tarmoqlarini rekonstruksiya qilish, mahalla guzarlari, sport muassasalari, maktabgacha ta'lim muassasalari hamda maktablarni ta'mirlash va jihozlash bilan va bu hamda boshqa masalalar yuzasidan faol ishtirokda qatnashib, zarur loyihalarga o'zlari ovoz berish orqali amalga oshirildi. Ochiq byudjet loyihasi bu bir so'z bilan aytganda, davlat dasturlarida fuqarolar o'zlarining mahallalariga shakllantirishda faol qatnashib, loyihalarda g'olib bo'lishlari uchun sabab bo'lishlarini bildirildi. Hozirgi kunda fuqarolar va joylardagi jamoat nazoratlari ochiq byudjet loyihasini g'olib deb topilgan loyihalarni qurilish, ta'mirlash hamda jihozlash ishlariga oxiriga yetkazib foydalanishga topshirgunga qadar doimiy nazorat olib borishlari imkoni paydo bo'ldi. Bu bir so'z bilan aytganda, bu loyiha aholimiz uchun davlat mablag'larini sarflanishda va nazorat qilishda eng maqbul va eng oson loyiha bo'lib qoldi desak hech qanday mubolag'a bo'lmaydi.